Qaranglar bolalar, hozir qo'yib beradigan videoni mana tug'ilgan kunlarda bir-birini hazillashib bolalar boshini tortga tiqishadi. Qarang, mana tortning ichida manaqa qattiq jismlari ham bo'lishi mumkin, chunki tortlar tikkalaganda shunaqangi yog'ochdan qilingan narsalardan foydalanishi mumkin. Shuning uchun hech qachon do'stlaringlarni bunaqa qilib hazil qilib boshini tortga tiqmanglar. Mana Mohinurning yaqinda tug'ilgan kuni kelyapti. Shunaqa hazil hech qachon qilish kerak emas, chunki bu insonni hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hech qachon bunaqa do'stlaringlar bilan qo'pol hazil qilmanglar, chunki baland tortlarni qilish uchun tort qiladigan konditorlar shunaqangi yog'och moslamalardan tortlarni tikkalashda foydalanishadi. Shuning uchun ko'ziga kirib ketib qolishi mumkin, yuziga sanchilib ketishi mumkin. Shuning uchun hech qachon unaqa narsalarni qilganda tortlarni, baland tortlarga, ayniqsa umuman tortlarga boshini tiqmaslik kerak ekan. Tushundinglar-a? Bitta. Yana bitta? Xo'p.